Bugungi videoda mashhur Minecraft'da berkimachaq o'ynashadi. Berkimachaqni o'ynashadi. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, Smash shariki taqdim etadi. Sal seryozni bo'laylik. Xullas, sizlar bilan yana o'sha Chester. Videoni boshida ko'rib turganlaringdek, Minecraft'lar berkimachaq o'ynashadi va har doimgidek men ularni qidiraman. Endi hackerga yordam berib, jamol o'ldi. Mayli do'stlar, hozirda biz bolalarni qidirishimiz kerak. Ular birinchi yashim olish kerak. Unda bolalar bay. Mana bo'ldi, Minecraft'lar yashin bo'lishibdi. Endi bolalar biz ularni tezda zip qilib qidirib topib tashlaymiz. Qanunda ketdi bolalar, biz ularni hozir birinchi bo'lib ko'zimizga ko'rinib turganlarini yo'q qilib tashlaymiz. Qani bolalar, hozir bu yerda kim birinchi ko'rinyapti? Va Pablo. Pablo ketdi. Endi bolalar birinchi uylardan ko'ramiz. Qora uy, what the fuck, mayli. Qani endi qora eshik sindirib, bu yoqqa kiramiz. Hech narsa yo'q deb o'ylaganimda bu yerda narvon turgan ekan. Mayli, undan Kayso, what the fuck. Bu yerda hech nima yo'q. Mayli, unda ketaveramiz. Please! No! Deni bro, kechirasiz, bu yerda hech nima yo'q deb bola menimcha aldab kirib ko'ramiz va Husan MC. Mayli, ketdik bolalar. Mayli, betdan chiqamiz va bu yerdan ketamiz. Endi bolalar, qani teparoqda ham kimdir bormi? What the fuck? Artifakt ham bolalar ketdi. Endi bolalar bu yerdan tepaga chiqsak yana kimdirlar balkim bordir deganimda. Kimdir? Yo, bro, Steve. Mana endi bolalar Steve ham ketdi. Endi biz bu yerlarni boshqa joylardan ko'rishimiz kerak. Mana bu merni uyi, qani bu yerda ko'rsak. Bak. Bu yerda hech kim yo'q ekan, shuning uchun quduqni ko'ramiz va assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Zaryadni rukn topoldik. Aka, shaftoli bormi? Mana bolalar rekkerni ham yo'q qilib oldik. Endi betlarda kim bor ekan bolalar qidiramiz. Jamolning ovozi chiqib. Yo, Jamol. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Aytinglar, qani yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Sizga o'xshagan bo'ladimi? Meni olib qarasak, butun dunyo yo'q bo'lish kerak bo'ladi. Sizlar nuqtai nazarlardan qarayotgan bo'lsangiz, butun dunyoni. Mana Jamol ham ketdi. Endi bolalar kim qoldi? Yasiko bilan hacker qoldi. Ikkalasidan bittasini tezda topishimiz kerak va o'yin tugaydi. Qani va yo, what the fuck. Mana bola Yasiko ham ketdi. Nima bola uxlab qo'yganmi? Lekin rasm chiroyli chizibdi. Mayli bolalar, endi biz hackerni izlaymiz, sizlar qo'shiqni eshitib maza qilib turinglar. Sen yaxshimisiz? Hali qo'shig'im bor-ku. Fuku tin ton. Shantashavor. Tin ton. Mana bola biza Bolalar, men sizlarga bir narsani eslatib qo'yishim kerak. Biz shuncha mehnat qilib video olamiz, sizlar esa shunchaki mehnatimizni qadrlagan holda obuna bosib qo'ying va shu videoni pastiga o'tib like tugmasini bosib qo'ying. Sizlarga maroqli tomosha tilayman. Like bos. Hackerni rosa izladik, topamadik. Shuncha vaqt topolmagan odamimizni hozir topib oldim. Bolalar, endi ketdik. Mana bolalar, va nihoyat biz hackerni topib oldik va shu munosabati bilan hacker oxirgi bo'lib topilgani uchun hackerga sovg'a beramiz. Qani unda ketdik. Salom hacker, mana bu sizning sovg'angiz.
Молодец, siz yutdingiz Jamol. Endi senga ham shu bo'lgani uchun senga ham sovg'alar, hacker o'rtoq bo'lgani uchun. Birov urmang, hozir videoda ham urmang bechiran. Sen naryoqda tur. Hacker bilan gaplashib. Shuni otib tashlaveramiz mayli. Birov Jamolni unaqa ko'p urmang. Birov hammaga xayr.